Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim futbol xabarlari bilan Osiyo futbol kanali boshlovchisi Muhammad o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, avvalambor kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan yana bir bor diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston U17 terma jamoasi. Umuman oladigan bo'lsak, U17 terma jamoalar o'rtasidagi qur'a natijalari o'z yakuniga yetdi va 48 ta terma jamoa, 48 ta U17 terma jamoasi o'z raqiblarini bilib oldi. Shularning ichida O'zbekiston Islom Ismoilov shogirdlari ham raqiblarini bilib olishdi. Avvalambor ushbu raqiblar bilan barcha 48 ta jamoani tabriklaymiz. Xabaringiz bor, bundan bir oy avval meni kanalimda, aynan mana shu Osiyo futbol kanalida O'zbekiston U17 terma jamoasining bo'lajak raqiblarini to'g'ri topgan obunachiga Rossiya rublida 1000 rubl pul mukofotini, pul sovg'asini va'da bergan edim. Juda ham ko'p izohlar yozildi, juda ko'p fikrlar aytildi. O'zbekiston U17 terma jamoasi mana shunday raqiblar bilan bir guruhga tushadi degan taxminlar bo'ldi. Shaxsan o'zimda ham taxminim bor edi. Ya'ni bu Fransiya, Misr va Gaiti terma jamoalariga qarshi bir guruhdan o'rin egallashini xohlagandim O'zbekiston U17 terma jamoasini. Afsuski, meni ham taxminim to'g'ri chiqmadi. Taxminlar mutlaqo boshqacha bo'ldi, lekin bir narsani aniq bilamanki, Misr va Gaiti terma jamoalari bitta guruhga tushdi. Har holda taxminim biroz to'g'riroq chiqdi. Aslida Misr, Gaiti, O'zbekiston, Fransiya bir guruhda bo'lish kerak edi. Afsuski unday bo'lmadi. Faqatgina men topgan taxminlardan Misr va Gaiti bitta guruhga joylanishdi. Va qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston U17 terma jamoasi ham albatta o'z raqiblarini bilib oldi. Bilasizmi? Mana shu taxminni to'g'ri topgan obunachiga 1000 rubl tashlashim kerak edi. Avvalambor shu guruhni o'qib eshittiraman va ana undan so'ng biz qanday qilib g'olib bo'lgan obunachimizni eshittiramiz. Demak, O'zbekiston U17 terma jamoasi J guruhidan o'rin egalladi. Albatta bu taxminlarni yozgan obunachilarimiz bor yoki yo'q deyish qiyin. Demak, J guruhida Paragvay, O'zbekiston, Panama va Irlandiya terma jamoalari bir guruhdan o'rin egalladi. Qadrli futbol muxlislari, bilasizmi? Bu guruhlarni yozgan obunachilarimiz bo'lgan, ya'ni Panama yozilgan, Irlandiya yozilgan, Paragvay yozilgan, juda ko'p jamoalar yozilgan, lekin ichlaridan ikkita obunachi to'liq yozgan, ya'ni to'liqda emas-ku, har holda shularga o'xshash javob yozgan. Demak, umumiy guruhlarni biz tanishtirib o'tamiz va o'sha g'olib jamoani tanishtiramiz. Demak, Qatar mamlakatida 3-dan 27 noyabr sanasida U17 o'smirlar o'rtasidagi mundialga start beriladi. Albatta bunda O'zbekiston terma jamoasi J guruhida Panama, Paragvay va Irlandiya jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Demak, barcha guruhlarni tanishtirib o'tamiz. Kim bilan o'ynaydi, qanday raqiblar bo'ldi. Demak, biz boshladik. A guruhi Qatar, Italiya, Janubiy Afrika Respublikasi, Boliviya. B guruhi Yaponiya, Marokash, Yangi Kaledoniya, Portugaliya. C guruhi Senegal, Xorvatiya, Kosta-Rika, Birlashgan Arab Amirligi. D guruhi Argentina, Belgiya, Tunis, Fiji. E guruhi Angliya, Venezuela, Gaiti, Misr. Ya'ni boya yuqorida sanab o'tganim Gaiti, Misr bitta guruhga tushdi. Afsuski, bularning orasida Angliyaga Fransiya, Venezuela bilan O'zbekiston o'rni bo'lish kerak edi. Mayli, hech qisi yo'q. Va F guruhi Meksika, Janubiy Koreya, Cote d'Ivoire, Shveysariya. G guruhi Germaniya, Kolumbiya, Shimoliy Koreya, El Salvador. H guruhi Braziliya, Gonduras, Indoneziya, Zambiya. I guruhi AQSh, Burkina Faso, Tojikiston, Chexiya. J guruhi Paragvay, O'zbekiston, Panama, Irlandiya. K guruhi Fransiya, Chili, Kanada, Uganda va so'nggi L guruhi Mali, Yangi Zelandiya, Avstriya, Saudiya Arabistoni. Demak, qadrli futbol muxlislari, albatta O'zbekiston U17 terma jamoasi J guruhidan o'rin egalladi. Paragvay, O'zbekiston, Panama, Irlandiya jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Xo'sh, bu taxminni kim topdi deyishingiz mumkin, qadrli futbol muxlislari. Afsuski,
aynan mana shunday qilib hech qaysi obunachimiz topa olmagan, ya'ni Panama, Paragvay, O'zbekiston, Irlandiya deb, lekin shunga o'xshash javobni topganligi uchun ikkita obunachimiz topgan. Shuning uchun 1000 rublni 500 rubldan ikkita obunachiga berishga majburman. Ham kabob ham kuymasin. Aytishlari mumkin, sen yolg'onchisan, sen pulni bermaysan deb. Yo'q, faqat men o'sha izoh yozgan obunachilarga yozib qo'ydim. Telegramimizga o'sha aynan bizning videoni tagiga kirib shu izohni yozgan obunachiga hozir o'qib ham eshitaman va ekranda ham ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchi obunachimizni birinchi aytmoqchimanki, ya'ni bundan bir hafta emas, hozir eslatib o'tamiz. Aziz Ismoilov 3 hafta oldin yozgan, ya'ni bu obunachimiz ko'rishingiz mumkin. Meksika, O'zbekiston, Panama, Irlandiya degan. Bilasizmi, men Panama, Irlandiya va O'zbekiston javobini qabul qildim. Faqatgina bu yerda Paragvayning o'rniga bular Meksika yozilgan. Bularni javobini qabul qildim. Ushbu obunachimiz Aziz Ismoilov 5327 akkauntida bizga javob yozishgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Aziz Ismoilov, sizga yozib qo'ydim. Albatta Telegram raqamingizni yozsangiz sizga 500 rubl, Rossiya mamlakatida bo'lsangiz Rossiya kartangizga, O'zbekistonda bo'lsa O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston farqi yo'q. Demak, Aziz Ismoilov Meksika, O'zbekiston, Panama, Irlandiya deyarli aniq topishgan, faqat Meksikani javoblari noto'g'ri bo'lgan. Shuning uchun bular 500 rubl yutib olishdi. Tabriklaymiz. Albatta umid qilamiz aloqaga chiqasiz va keyingi obunachimiz bundan 10 kun avval yozishgan. Bularning ham javoblari juda ham to'g'riroq. Aslida akkauntlari Sevara Murodova yozilgan. Bularning izohlari mana Asliddin Rasulov, menimcha ular erkak kishilar. Demak, bularning taxminlari Paragvay, O'zbekiston, Panama, Portugaliya yozishgan. Bular ham deyarli Paragvay bilan Panamani to'g'ri topishgan. Faqatgina Irlandiyani o'rniga Portugaliyani yozishgan. Bu obunachimizga ham albatta men sizga topdim va tagiga yozib qo'ydim. Shu izohingizni tagiga Paragvay, O'zbekiston, Panama, Portugaliya. Umid qilaman siz ham bizga aloqaga chiqasiz va sizga ham 500 rubl bilan tabriklaymiz. Har holda bitta bo'lsa ham noto'g'ri topdingiz, lekin qolgan ikkita javobingiz to'g'ri. Nima uchun endi aytishingiz mumkin, siz umuman to'g'ri javobni topganga degan deyishlaring mumkin. Qadrli do'stlar, umuman to'g'ri javob yo'q. Shuni eslatib o'taman. Misol uchun men taxminim Fransiya, Misr, Gaiti, O'zbekiston edim. O'zimniki ham mutlaqo noto'g'ri chiqdi. Va qolganlar ham umuman to'g'ri javob topishmagan. Misol uchun aytaylik, Panama, Paragvay, Irlandiya, O'zbekiston birortada yo'q. Mana misol uchun aytishim mumkin, Aziz Isroilov akamiz topganlar. Demak, Meksika, Panama, Irlandiya, O'zbekiston. Meksikani olib tashlaymiz, o'rniga Paragvayni qo'shamiz. 3 hafta oldin va Asliddin Rasulov yozganlar Paragvay, O'zbekiston, Panama, Portugaliya. Bularni ham Portugaliyani olib tashlab, Paragvay, O'zbekiston, Panama to'g'ri va Irlandiyani qo'yib qo'yamiz. Shunday ekan, 500 rubldan bu obunachilarimizga taqdirlaymiz, tabriklaymiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bular harakat qilishgan, har holda shu o'zlarini futboldan yoki bo'lmasa lotereyaga jekpot chiqib 500 rubldan yutib olishdi. Albatta buni 2 kishiga 1000 rublni bo'lib tashlab beramiz. Endi qadrli do'stlar, aytishingiz mumkin, bu pul hech narsani hal qilmaydi, juda ham kam deyishingiz mumkin. To'g'ri, men hali bu kanaldan $1 million daromad olmayman. Uning uchun $1 million daromad olishim uchun men mana bu yerga kartamni yozishim kerak va menga yordam beringlar yoki bo'lmasa kanal rivoji uchun donat qilinglar desam, sizlar o'sha pulni menga tashlasalaring, keyin men ham o'sha har bitta obunachiga 1000 rubldan yoki 5000 rubldan pul tashlashim mumkin. Lekin qadrli do'stlar, shu kanalimizda albatta bizni kuzatayotgan obunachi, qaysidir omadli obunachi taqdirlanadi va umid qilamiz bu an'ana davom etadi. Keyingi reja, Xudo xohlasa, hali musobaqalar ko'p. Vaqtlar keladiki, shunday reja bor. Barcha obunachilar tug'ilgan yillari ismlarini yozishadi va o'sha obunachilar ichidan katta o'yin o'tkazamiz va g'olib bo'lgan 3 ta obunachiga $100 dan $300 pulni ham taqdirlaymiz. Bu shunchaki uning uchun bizni kanalimizni har doim kuzatib, izohlarni yozib yurishingiz kerak va o'sha vaqtda yozing deyilganda tug'ilgan yilingiz, tug'ilgan sanangizni yozasiz va telefon raqamingizni biz uni Regmi programmasida aylantiramiz va sizning raqamingiz, tug'ilgan yilingiz to'g'ri chiqsa, biz o'sha telefon raqamga aloqaga chiqib, sizga $100 da tashlab beramiz. Bu meni shaxsiy, albatta o'zim hech qanday sizlardan pul mablag' olmasdan shuni reja qilyapmiz. Xudo xohlasa Osiyo futboli obunachilari yana ham ko'proq bo'lsa. Eng asosiysi, qadrli futbol muxlislari, mayli mavzudan tashqariga chiqmaymiz. O'zbekiston U17 terma jamoasi Islom Ismoilov shogirdlari, demak Paragvay, Panama va
Irlandiya jamoalariga qarshi 3-dan to 27-noyabr sanasigacha bahs olib borishadi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu guruh O'zbekiston U17 terma jamoasi uchun yaxshi, qoniqarli jamoalarmi yoki qoniqarsiz? Shaxsan meni fikrim, O'zbekiston U17 terma jamoasi Osiyo lideri, Osiyoda chempion bo'lishgan, garchi 9 ta bo'lishidan qat'iy nazar 12 kishilik jamoani yutgan, deyarli 13 kishilik, chunki 11 ta Saudiya Arabistoni terma jamoasi, bitta hakam, 12 ta va muxlislar bilan O'zbekiston U17 terma jamoasi Saudiyani mag'lubiyatga uchratgan. Endi jahon chempionatida Qatarda ham bular yana bitta porlaydigan davrlari inshaalloh kelmoqda. Umid qilamiz, Islombek Ismoilov shogirdlari O'zbekiston U17 terma jamoasi mana shunday natijani qayd etishadi. Qadrli futbol muxlislari, bugungi qur'a natijasi bilan, bugungi raqiblar bilan barchani tabriklaymiz. Umid qilamiz, albatta Osiyo futboldan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Yoshlarimizdan umidimiz juda katta, bular Qatar maydonlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishadi. Demak, g'alaba qozongan obunachilarimizni tabriklaymiz. Demak, Asliddin Rasulov akkauntlari, demak, Sevara Murodova, Paragvay, O'zbekiston, Panama, Portugaliya deyarli ikkita raqibni to'g'ri topishgan. Faqat Portugaliyani almashtiramiz Irlandiyaga. Keyingi obunachimiz Aziz Ismoilov 5327 akkaunt egasi, Meksika, O'zbekiston, Panama, Irlandiya. Demak, Meksikani olib tashlab o'rniga Paragvayni qo'yamiz. Bu obunachilarimiz deyarli qisman to'g'ri topganlari uchun 500 rubldan 1000 rubl pul mukofotini beramiz. Qadrli futbol muxlislari, Osiyo va O'zbekistondagi eng shoshilinch xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da qiziq xabarlarni sizlarni kutmoqda. Yana biz ijod qilishda davom etamiz. Darvoqe bizni Telegram kanallarimizga ham obuna bo'ling. Biz yana ko'proq ko'rinish berib video rolik qilishga harakat qilamiz. Qadrli futbol muxlislari, yana muhim xabaringiz bor. 5-iyun sanasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligiga qarshi Abu Dabida Al-Vahda stadionida, Al-Nahayon stadionida Arab Amirliklariga safar uyushtiradi. Ushbu uchrashuvni avstraliyalik Shon Evans boshqarib boradi. Bu o'yin ham bizni kutmoqda. Bungacha yana nasib etsa gaplashamiz. O'zbekiston terma jamoasi durang o'ynasa ham mundialga chiqadi. Avvalambor durang uchun o'ynamaslik kerak, lekin arablarni bilasiz, arablar juda ham nayrang qilishadi, chunki ular ham mundialga chiqishni juda istashmoqda. Ular faqatgina tarixda bir marotaba 1990-yil Italiyada bo'lgan jahon chempionatida ishtirok etishgan, lekin o'shanda ham Germaniya, Yugoslaviya va Kolumbiya terma jamoalariga uchala o'yinda ham imkoniyatni boy berib, yaqqol outsider bo'lib musobaqani tark etishgan. Chunki mustaqillikka ular erishgan, ular ham xohlashmoqda, O'zbekiston ham xohlamoqda. Albatta ikkala jamoa ham bor kuch imkoniyatini ishga soladi. Ishonamiz, Temur Kapadze mana shunday jamoani shakllantira oladi. Birlashgan Arab Amirligidan g'alaba bilan qaytib Toshkentda Qatarni bemalol taslim etamiz. Qadrli futbol muxlislari, bugungi qur'a natijalari o'z yakuniga yetdi. Barcha jamoalarni tabriklaymiz va g'alaba qozongan ikkita obunachimizni ham keyingi dasturlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'lib qo'ying. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Darvoqe, qadrli do'stlar, o'zingizni arzimagan narsalarga asabingizni buzmang. Bu sizni sog'lig'ingizga arzimaydi. Shunday ekan, yurakni kengroq qilib, dunyoqarashni kengroq qilib, mazza qilib, o'zingizni ehtiyot qilib yurishga harakat qiling. Qadrli do'stlar, sizlar bosizki, men ishlashga harakat qilaman. Sizlarni bosayotgan har bitta laykingiz va izohlaringiz men uchun yaxshigina motivatsiya. O'zlaringni ehtiyot qilinglar. Barcha obunachilarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Keyingi muhim O'zbekiston va Osiyo futbollarida ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Biz yana gaplashamiz. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.